Yani eng alam qilarlisi bunaqa tomosha qiladigan joy qilib qo'yishgan. Xuddi bir zooparkka kelib, turistlar bilan tomosha qilib ketishadi. Mana shu joyi o'zida 700 ta oila istiqomat qilishadi. Muslim, my friend. Yes. Your name? Hayot. Hayat. Eng achinarlisi aka-ukalarimiz musulmon ekan ko'pchilik bu yoqda. Yo'q, baribir jannat makon yurtda O'zbekistonda yashaymiz. Davlatimiz har tomonlama zo'r. Bizda yo'qmi bunaqa narsa. Qaranglar, ham eng arzon ish, ham eng qiyin ish, ham tepada mana bunaqa смотровой joy qilib qo'yishgan turistlar uchun. Tepadan xuddi maymunlarni tomosha qilgandek tomosha qilib turishdi. Kelib bularga pul bermoqchi edim. Kirishimda bittasi ushlab oldi-yu, bu yoqqa kirish pullik dedi. Kirish shu o'zida pullarimni olib qo'yishdi. Mayli, yaxshilikka. Nima dedinglar? Ular shunaqa joylarni ko'rish uchun, sayohatingiz yanada maroqli va ishonchli bo'lishi uchun qaynoq turga ishoninglar. Men yomon narsa taklif qilmayman sizlarga.